Kelar biz bozorga ham yetib keldik, xudo xolasa. Kimga nima mashina kerak, yozib oringlar, iloji boricha obzor qilishga harakat qilamiz. Mashina Malibu oladiganligi zo'r ekanda, Malibuni o'rniga. Ha, tushunarli. Xo'p. Xan mashinasi 2021 probegi 151 ming halol yurgan, kraskalari top-toza, oldi kapotlari broneplyonka. Tonirovka razresheniyasi qancha? 8 oylik tonirovka razresheniya. Menimcha oynasi shunaqa tovlanayaptimi yo nimada? Zavod qo'shdan bo'ladimi bularga? Bu o'sha 2021 eski versiyasida aynan mana shu farasdan bir seri bo'ladi, to'rt burchagi bo'ladi. Oxirgi hozir chiqayotgan hallaniki umuman boshqacha bo'ladi. Ichiga qarab oladigan bo'lsak, ichlari ham ko'rtirda jigarrang rangda, zo'r holatda turibdi. Faqat cho'pirozda Abdufabagrev bo'ladi, qolgan joylarda bo'lmaydi, lekin ishoninglar, Malibu 2 dan ancha yaxshi. Zapasnoy xodi 605 taligi. Mashina tana turibdi, qo'yliklariga chiroyli hisob qo'yishgan. Balonlarning ham holati zo'r ekan. Okey, pul qilib berasiz, bor. Olaman deb yopishgan odamga 22.800 so'rab turibman. Aha. Taqalgan narxini 22 bo'lsa beraveramiz. 22 bo'lsa beraverasiz. Siz ovulachilaringiz uchun okey. Xato bordingiz. Ya'ni 50 so'm ustim demadi. Nima deysiz? Bo'l. Buni probegi qanaqa? Probegi 151 ming yurgan, 90 yo'nks. 90 yo'nks, 151 yo'nkslarga tekshirilgan. Ko'tarsa bo'ladi. Bu eski Vipskani batareykasi kuchli bo'ladi. Ha. DT 450 500 atrofida ozgina rasxod qilsa, yo'nksini ko'tarib olsa, 98 100 ga chiqarib olsa bo'ladi. Yo'q, shunaqa funksiyalari bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin buni akustikalari ham zo'rda. Yaxshi, bab Xan menimcha 20 ming, 22 minglik Malibu 2 dan zo'rda hozir. Men o'zim shaxsan shunaqa deb o'ylayman. Okalar, bitta masalani aytib o'tmoqchimanki, mana bozordamiz. Bozorda oldi-sotdida eng ko'p qilinadigan xato siz bilan menda kuniga uchraydigan xato bu o'sha savdodagi bir nuqtaki, savdogar bilan, ya'ni sotuvchi bilan oluvchini orasida o'sha qoida borki, 3 martadan ziyod bir narsani so'rash mumkin emas. Ya'ni narxni savdolashayotganda 3 martadan ko'p so'rash bu o'sha shariatimizga zid narsa bo'ladi. O'shaning uchun bozorda ayniqsa bu holat ko'p bo'ladi. Ha, bering deyshadi, qo'li uzib olguncha so'raydi-ku. Ana o'sha durust emas. Shu narsani sizga eslatib o'tmoqchi edik. Bir narsani so'radingizmi, misol uchun bu yerda bozorchilar ham, boshqasi ham hamma o'sha molimni sotaman deb kelgan, mijozni qaytarib olgingiz kelmaydi-yu, majburan berib qo'ysa, u ham nojoiz bo'lib qolishi mumkin. Shuni eslatma qilib o'tmoqchi edikki, siz ham so'rayotgan bo'lsangiz 1, 2 va uchinchisida o'sha xijolat qilmasdan, agar sizga to'g'ri kelsa olasiz, to'g'ri kelmasa tarix qilgan ma'qul bo'ladi. Agar kimga shu ma'lumot to'g'ri kelgan, ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Siz uchun yana bitta sotuvdagi mashinalardan bittasi BYD Champion. Elektri 605 taliga ko'rib turgan mashinalar, kraskalari top-toza 2023 mashina zo'r holatda turibdi, ko'rib turibsizlar. Tiniq, orqalari ham, boshqasi ham zo'r holatda turibdi. Ish qilib, mana mana shu kichkinagina metinachasi bor ekan. Tonirovka razresheniyalari bor. 2023 60 kilometrni bosib o'tgan Abdufabagrev, o'sha avtoparkovka, avtoholdlari, panorama, shu katta ekran. Ish qilib, mashinaning holati zo'r. 360 kamerasi, boshqa narsalari ham, sudержание ham, hamma narsasi bo'ladi. Mashina paroklarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi holatda. Olib, maza qilib haydashinglar uchun okalar bilan 23.850 ga gaplashdik. Ya'ni kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, 50% boshlanish to'lovi bilan markabdan xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'pchilik bozorda narx ancha qaytgan deb o'ylayapti. Yo'q, yozda chillasiga nisbatan $300-400 qaytgan bo'lishi mumkin. Lekin narx-navo hali ham sal balandroq. Xudo xohlasa, yana prognozlar bo'yicha bir oylardan keyin sal yana narx tashlash ehtimoli bor. Misol tariqasida sizlarga yana bitta trekkerni ko'rsataman. Ko'rib turgan trekkeringlar 2023 16 ming kilometrni bosib o'tgan. Mashina tiniq holatda turibdi. Kraskasi top-toza. Ichlarini ham ko'rsanglar bo'ladi, zo'r holatda. O'sha panoramalari bor, cruise control, cruise adaptivniy kontrollari yo'q, hamma narsasi bor. Bu mashina ham tan narxi 17.700 bo'lyapti. Kelib, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Men nima demoqchiman? Bozordagi narx-navo nisbatan ancha yaxshi bo'lib qolgan.
ozgina yoz chillasiga qaraganda narxlar tashigan. Kelib bu mashinalarni 30% dan 50% boshlanish to'lov qilib markabdan xarid qilsangiz bo'ladi. Markabda sizlarni kutib qolamiz. Okalar bozor tarqovatda, xudo xolasa endi bozorchilar bilan, akalar bilan gaplashganimizda bugungi bozor yomon bo'lmadi deyshapti. Ko'z uchun va oldingi oila uchun ancha yaxshi savdo. berayinda endi. Bozordagi holatlar shunaqa, xudo xolasa. Narx-navoni qo'ldan kelgancha qo'ydik. O'sha Telegram sahifamizda ham ko'rsanglar bo'ladi. Yana 2-3 ta mashina qo'yganmiz. Hozir yana yo'limizdan chiqib qolsa, to'g'risini aytganda o'zimni ko'zimga bir chiroyli yonib turgan mashina ko'rib qolsam, qo'yaman. 2023-yil ishlab chiqarilgan Jetaur Dashing mashinasi. Mordasini qaranglar, boshqachaligini ko'rib turgan mashinalarga propan ustiroq qo'yilgan, kraskasini top-toza deyishyapti. 92 benzinda harakatlanadi mashina. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Tonirovka va tonirovka razresheniyalari bor. Undan tashqari balonlarning holati yaxshi. Propan ustanovka qilib qo'yilgan mashinaga. Ishlarini ko'rsanglar bo'ladi. Abdov abagrev bor. Panorama bor. Jetaurga tegishli Dashing mashinasi. O'sha besporodniy zaryadkalari bor. $22,000 so'rashyapti. $11,000 boshlanish to'lovi bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa markabga kelsanglar, markabdan bu mashinani xarid qilsanglar bo'ladi. Yana okana qalblariga ozgina yo'l topadigan bo'lsak, 1-2 ham tushib beradigan joylari bo'lishi ham mumkin. Bozor ham qaytdi, xudo xolasa, va biz ham sekin qaytyapmiz. Shunaqa gaplar okalar. Bozorda narx-navo hali-beri sal tikkaroq, yana bir oylardan keyin xudo xolasa narx-navo tushadi degan umiddamiz. Kimga nima yaxshi mashinada kerak bo'ladigan bo'lsa yozinglar. Zaprosda ham hozir iloji boricha hammaga javob berib turibmiz qo'ldan kelgancha. Hech kim xabarsiz qolib ketmayapti, javobsiz qolib ketmayapti, xudo xolasa. Yozinglar, har bitta narsaga atvet beramiz.